Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Xo'sh, Akfa alyumin antrazit profilga tayyorlaganmiz. Shotlankalar to'qilgan holatda Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga o'rnatdik. Bu ishimizni oynasi paket bo'ldi, 2 qavat. Shotlankalar bilan oynasi oqqa oq bo'lgan 2 qavat oq oynamiz. Shotlankalarga baho berasizlar. Xudo xolasa juda go'zal holatda chiqdi. Splashnoy bo'lgan eshiklari, romlari. Bu joyda 2 dona eshigimiz bor, qolgan hammasi rom. Eshiklari 3 ko'z bo'lgan. Balkon profildan tayyorlangan. Hozir grafikalarni ko'rsatib o'taman. Birinchi ko'rinishlarini ko'rsatsam, xudo xolasa juda katta joyga chiroyli qilib uy solishgan ekan akalarimiz. YouTube'dan ko'rib bizga buyurtma berdi. Xudo xolasa jotki qilib o'rnatdik inshaalloh. Juda go'zal holatda chiqdi. Mana ko'ryapsizlar o'zingizlar. Bemalol tortinmasdan telefon qila olasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunobchalar ichida. Xo'sh, mana 3 ko'zli eshigimiz. Splashnoy holatda. Uchkalar har doimgidek baquvvatidan, originalidan. Mikrofonlar go'zal holatda. Xo'sh, qanotlar balkon bo'lgan, o'rta stoykasi ham balkon profildan bo'lgan. Qanotlari balkon profildan tayyorlaganmiz. Juda go'zal holatda mikrofonlar. Ikki tomondan ko'rsatib o'taman. Ichkari tashqari bemalol ko'rinadi, oq aydirib o'tilgandek. Xo'sh, buni Alibes firmasidan qildik. Egasi sal hamyonbop chiqsin deganiga. Общий summasi 36 millionga qildik. Общий. Lekin xudo xolasa pulga arziydigan chotki ish chiqdi. Ruchkalari ham. Mana ruchkalari ham baquvvatidan. Aksesuarlarni zo'ridan qilib, originaldan qilib berdik. Har bittasiga shotlanka to'qilgan, o'zingizlar ko'rgan holatda. Ikkinchi etajga chiqmadim. Ikkinchi etajdan shu holatda bitgan. Ikkinchi etaj eshigining ichkaridan ko'rinishi. Juda go'zal holatda, xudo xolasa. Bemalol murojaat qila olasizlar. Sizlarga ham chiroyli qo'ldan kelgancha ishlar qilib beramiz. Ichkaridan ko'rinish go'zal holatda. Bemalol murojaat qila olasizlar. Nomerimiz opisaniyada qolgan. Ishimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa xizmatdamiz. Bundan ham go'zal ishlar chiqarib boramiz. E'tibor uchun rahmat kattakon.